Qilingan ishligiga 1 yil 100% yozma ravishda garantiya beradigan ustalar haqida eshitganmisizlar? Remont boshlaganingizda ustalar bilan shunchaki og'zaki shartnoma qilib kelishib olasiz va remont tugagandan keyin bu shartnomalar kelishuvlar o'zgarib ketishi ham mumkin. Bir xil holatda ustalar ishlagan haqqini ola olmay qoladi, bir xil paytda esa obyekt egalari pulini to'lagan, lekin ishlar chala va sifatsiz qilingan bo'lishi ham mumkin. Shunga o'xshagan holatda yuz bermasligi uchun remont boshlashdan oldin ustalar bilan ofitsialni yozma ravishda shartnoma qolishlarini tavsiya qilaman. Shartnoma bo'yicha bajargan barcha obyektlarimizga biz 1 yil kafolat beramiz. 1 yil ichida nimadir texnik nosozlik yoki bizning tomonidan bajargan ishimizdan qanaqangi bir xatolar bo'lsa, 100% materiali va usta haqqini o'zimizdan yonimizdan qilib, boshqatdan ta'mirlab beramiz. Avente Project firmasi joyli kelib, ob'yomni o'lchab, har bitta xizmat turi haqida alohida narxlar kelishib olib, oldindan sizga 100% smetani berishadi. Misol uchun oldindan ko'pchilik qilishadi, azin ko'rsatib turib, keyin yana qo'shilib qoldi deyshadi. Bu lishba ishchi oldindan olish uchun. Bu turli narsa qilishmaydi. 100% aytishadi, mana sizga boshidan oxirigacha shu summaga shu remontni qilib beramiz deb. Kvartira, uchastka, ishxona, kattaroq obyekt bo'lsa ham Avente Project firmasi 0 dan 100 gacha, ya'ni proyektdan boshlab turib, to mebelgacha bitirib berishadi. Sizga tez va sifatli, muhimi tajribali va halol ustalar kerak bo'lsa, Avente Projectga murojaat qiling.